bolajonlar, mana bugun qanday sanayotganingizni ha? Bunga qarab qaraygan. Butun jahon yerni asrash kuni, yer sayyorasi bizni ona makonimiz hisoblanadi. Yer sayyorasini, tabiatimizni, planetamizni, sayyorasini asrab-avaylab har birimizning muqaddas burchimizdir. Bugungi o'tgan darsimizdan, bugungi mavzumizdan xulosa chiqarib, ona yerimizga, ona sayyoramizga bo'lgan tilaklaringizni izhor qilishingiz kerak va ona yerimiz nimaga muhtoj? Mehrga, qo'llab-quvvatlashga, sizning yordamingizga muhtoj. Demak, siz ham ichiga yozasizda hozir tilagingizni mana bunga ochib, ona yerimizga o'z tilaklaringizni bildirasiz. Onamizga, yer kurramizga o'z tilaklaringizni, ona va tilaklaringizni bildiramiz. Demak, bolajonlar, yer shariga bo'lgan tilaklaringizni hamma yozib tugatdi. Demak, navbati bilan boshladik. Asad. Javlo. Daraxtlarni kesmang. Daraxtlarni kesmang. Ofarin. Munisa. Yerga axlat tashlamang. Barakalloh. Suvni isrof qilmang. Tabiatni ifloslantirmang. Barakalloh. Shu och. Azam. Hayvonlarni o'ldirmang. Chiqindilarni qayta ishlaylik. Chiqindilarni qayta ishlaylik. Og'at. Qozonlarni yoqmang. Qozonlarni yoqmang. Barakalloh. Qushlarga ozor bermang. Qushlarga ozor bermang. Axlatlarni tozalang. Axlatlarni tozalang. Ob hayot mo'l bo'lsin. Hech bir inson tutmas havomiz musaffo bo'lsin. Gullarni sindirmang, gullarni ismang. Tabiat bebaho ne'mat. Demak, bolajonlar, barakallah. Hammamiz bugungi darsimiz haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'ldik. Bugungi darsimiz sizga yoqdimi? Ofarin.